shunaqa joy kelganman akalar. 126 kvadrat metrli xonadon, yevro remont, mebel texnikalari bilan bo'lsa, yo'l demaslik, to'g'rimi? Narxini ham sira aytib o'taman. 79900 dollarga akalar, yevro remont, 126 kvadrat metr. Shundoq qilib yashab bersangiz bo'ladi. Bu xonadonimizni 3 qavatli dommi, ikkinchi qavatida joylashgan duplex variantimiz bo'ladi. Ya'ni ikkinchi, uchinchi qavat bo'ldi. 4 xona, ikkita sanuzul, oshxona va ikkita katta holi bor. Xonadonimizda 100% to'pli pol. Qaranglar, bu asosiy eshik bo'ladi. Asosiy eshikdan kirib kelganimizda uzun koridorimiz bo'ladi. Mana bu yerda hol qismi qilib, har kuni televizor ko'rib, maza qilib dam olib o'tiradigan divan zona qilib qo'yishgan. Endi aboylarga o'zingiz bitta baho berib qo'yasizlar. Ko'rishingiz mumkin, oyog'imizda tegib kafil qilingan polni to'pli pol. Gilam bormi, mana shu divan bormi, hamma narsa qanday bo'lsa shundoqligicha qoladi. Namki nimaga endi aboy qilmagan o'qitsam uygalarga tortdilar. Namki ana dekorativni oynalar chiqib ketgan, o'shandan mo'ljal qilganman, o'shancha aboy qilmaganman tortdilar. Mabodosiga kim olsa o'sha odam shu oynani namki qo'rsa, xonani ham juda katta ko'rsatadi. To'g'rimizda zinapoyamizni ikkinchi qavatga chiqargan joyimiz bo'ladi. Divanning zona namki yosh bolalar bor ekan, PlayStation o'ynab o'tirgan ekan. Mabodosiga shu PlayStationdan gaplashib beraman, tashab ketishadi. Xo'p, bu yoq tarafga yuradigan bo'lsa, bu yerda sanuzulimiz bo'ladi. Birinchi qavatimizni samishonli holatda, kafillar ideal holatda turibdi. Bu yoq tarafimizda ayollar sevgan oshxona bo'ladi. Har kuni choy o'tiradigan joyi, oshxona jihozlari mana ko'rishingiz mumkin. Hoffman kir mashinasi, Artel xolodilniki, mikrovolnovka, xullas xonadonda nimaki ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma narsa absolyutni qoladi. Ziplerni anaqasidan qo'yib qo'yishgan ekan, vichkasidan. Mana, bitta akalar ko'rishingiz mumkin. Detskiy plashatka bor, mashina qo'yishga parkovkadan ham muammo yo'q. Bu joyimizni lokatsiyasini sira tushuntirib o'taman. Toshkent tumani Mehnat bo'ladi. Ana bitta 500 metrdan keyin Mehnat postdan shunda to'g'ri yurib kelganda o'ng qo'ldagi dom bor. To'kalar havosi ham вообще toza joyda, mazza. Bu yoq tarafga yuradigan bo'lsa, mehmonxonamiz bo'ladi. Kattagina razmerda, tashqariga qaragan derazasi bor, hop konditsioneri bor. Endi bu xonadonimizda yosh bolalar bo'lgani uchun 3-4 yosh bolalar bor ekan. Yosh bolalar mana bu devorlarni sal ozgina paraxet port kerak bo'ldi. Ustidan bitta rang berib oldi. Asli port kerak. Ana shu kamotan, chiroyli kamotan sizga qoladi, hoji aka. Hop, endi tepa qavatga chiqamiz. Mana zinalari ham ideal holatda turibdi, akalar, ko'rishingiz mumkin. Endi bitta bu uyga nima yetishnapti, bilasizmi? Mana tepaga har bitta xonaga chiroyli lyustralardan qo'ysanglar, xonadonimizda yana ham ko'rkam vid bo'ladi. Mana bu yerda ikkinchi qavatga chiqib kelganda yana bitta hol, divanni ham joylashtirib olasiz, televizorga joy tashab ketilgan. Bu ham adashmasam yo Belorussiya yo Ukrainaniki bo'ladi. Qaranglar, balki katta lyustrani deb qo'ysanglar, вообще hashamatli uy bo'ladi. O'zi ham bor, to'pli pol. Kollektor joylashgan xonalarni ko'rishda davom etamiz. Bu yoq tarafimizda ikkinchi qavatimizning detskiy xonasi, mana shu shkoflari, karavatlari, hamma narsasi qoladi. Bu yoq tarafda родительский spalni bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Mana shu родительский spalni ham komplekt, hamma narsasi qanday bo'lsa shundoqligicha qoladi. Xo'p, родительский spalning yonidan yana bitta detskiy xonamiz bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Mol sotsang aybini aytib sot deganda, sira aybini ko'rsatib ketaman. Mana mashqqa nalichkasidan qo'yib yuborsanglar, rashti ham yo'q ekan, mana shu narsadan qo'yib yuborsanglar bo'ldi. Hozir pishgan g'ishtdan qurilgan. Xo'p, bu yoq tarafga yuradigan bo'lsa, mana bu yoq tarafimizda o'zi bu tegi kitobi bo'yicha mana uzun koridorda ichki tarafda katta sanuzul bor, akalar. Ashtadan unumli foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerda endi uy egalari kladovka sifatida foydalanishyapti. Umumiy maydonimizda 126 kvadrat metr, Toshkent tumani Mehnat postdan 500 metr kirganda Novostroykamizda duplex kvartiramizda 79900 bo'lsa baraka qilishingiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, Astraqam qoldiramiz.